Bugungi mavzumiz xalqaro savdo asoslari. Mavzumizning ikkita rejasi bor. Birinchi rejamiz bu mutlaq va qiyosiy ustunlik nazariyasi. Ikkinchisi savdo to'siqlari, tariflar, kvotalar va anti-dumping hisoblanadi. Xalqaro iqtisodiyot nima? Bu xalqaro iqtisodiyot mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy munosabatlarni o'rganadi. Bu global savdo, investitsiya, valyuta oqimlari tahlil qilinadi. Xalqaro iqtisodiyot dunyo mamlakatlarining o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari xalqaro iqtisodiyot bu mamlakatlarning o'zaro aloqalarini mustahkamlashda ham turli xil sohalar bo'yicha savdo-sotiq, ilm-fan, texnika, texnologiyalar orqali ham bir-biri bilan chambarchas aloqalarni o'rnatadi. Xo'sh, globallashuv va iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligini uchta qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi bu texnologik rivojlanish, ikkinchisi savdo hamkorligi va uchinchisi moliyaviy bog'liqlik hisoblanadi. Texnologik rivojlanish nima? Ya'ni biz texnologiya deganda axborot texnologiyalarini tushunishimiz mumkin. Ya'ni axborot texnologik global aloqalarni kuchaytiradi. Internet va raqamli platformalar xalqaro biznesni osonlashtiradi. Ya'ni biz xalqaro iqtisodiyotga o'tgan paytimiz biz internet orqali savdo-sotiqlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bugungi kunda ham bizning hayotimizda texnologik, ya'ni axborot platformalari keng o'rin olmoqda. Bunga misol qilib o'zimizda ham uzun market yoki xorijdagi Alibaba, AliExpress, Temu programmalarni yoki Xitoyning Taobao programmalarining xalqaro platformalar dasturiga ham musobaqat keltirishimiz mumkin. Endi savdo hamkorligi deyapmiz. Ya'ni bu xalqaro davlatlar o'rtasida erkin savdo bitimlarini imzolamoqda. Bu xalqaro integratsiya, ya'ni chuqurlashadi. Ya'ni bu savdo-sotiqni integratsiya qilyapmiz. Xorijiy davlatlar bilan bizga savdoni kuchaytirish uchun integratsiya jarayonlarini, ya'ni bunda erkin bozor tizimini joriy qilishimiz mumkin. Turli xil boj kelishuvlarini biz hamkorlik qilib o'rnatishimiz mumkin. Va uchinchisi moliyaviy bog'liqlik. Ya'ni bu global bozor, moliya bozorini bir-biriga ta'sir qiladi. Bir mamlakatda inqiroz bo'lsa, bu albatta keyingi mamlakatda ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Xo'sh, keyingi slaydimizda bu milliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiyasi, ya'ni bu o'zimizning milliy iqtisodiyotimizning jahon iqtisodiyoti bilan o'zaro bog'lanishi integratsiya. Bunda ham 3 ta qismga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi bu savdoni liberallashtirish, ikkinchisi xorijiy investitsiyalar va uchinchisi xalqaro standartlar. Ya'ni savdo liberallashtirish, ya'ni bunda tariflarni kamaytirish va savdo to'siqlarini olib tashlash. Bu eksport va importni rag'batlantiradi. Ya'ni bunda biz savdoni liberallashtirganimizda, biz mamlakatlar bilan o'zaro integratsiya qilganimizda savdo bitimlarini kelishib oldik. Ya'ni bunda eksport ham, import ham rivojlanadi. Biz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni xorijga eksport qilishimiz oshishi mumkin yoki xorijdan kelayotgan tovarlarni import qilishdagi o'zaro hamkorligimizni yo'lga olishimiz mumkin. Va ikkinchisi bu xorijiy investitsiyalar, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, bu texnologiyalar va bilimlar almashinuvini ta'minlaydi. Ya'ni biz xorijdan investitsiyalarni jalb qilganimizda bu ishlab chiqarish, ya'ni mamlakatimizdagi ishlab chiqarish va ishsizlikning oldini olishga ham ancha yordam beradi. Va uchinchisi bu xalqaro standartlar. Xo'sh, global standartlarni moslashtirish bu mahsulotlar sifati va raqobatbardoshligini oshiradi. Albatta biz xalqaro savdoga, xalqaro iqtisodiyotga kirayotganmiz. Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishda biz bir qator standartlar, ya'ni xalqaro standartlarga javob beradigan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishimiz kerak. O'shanda ham biz eksport salohiyatimiz yanada ham ko'payishi mumkin. Va xalqaro savdo asoslari, ya'ni bunda resurslar taqsimoti, mamlakat o'rtasida resurslarning notekis taqsimlanishi bu xalqaro savdoning asosiy sabablaridan biri. Ya'ni biz biron bir mamlakatda resurslar bir xil taqsimlangan. Masalan, Samarqand viloyatida oladigan bo'lsak, resurslarga boy mamlakat hudud bo'lishi mumkin. Qaysidir Navoiy hududimiz kon metallurgiyaga boy. Samarqand viloyati esa boshqa, ya'ni infratuzilmasi bo'yicha yaxshi joylashgan hudud bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ixtisoslashuv, ya'ni har bir mamlakat o'zining afzalliklariga ega, sohalarida ixtisoslashadi. Bu samaradorlikni oshiradi. Ya'ni bizning O'zbekistonimiz hozirda agrar davlat edi, lekin endi sanoatlashgan davlatga o'tib bormoqdamiz O'zbekiston. Va raqobat deyapmiz. Albatta, mamlakatlar o'rtasida jahon bozoriga chiqayotganimizda, albatta har bitta mamlakat o'rtasida raqobat bo'ladi. Ya'ni bu xalqaro savdo raqobatini kuchaytiradi.
innovatsiyalarni rag'batlantiradi va narxlarni pasayishga olib keladi. Albatta, raqobat. Xo'sh, xalqaro savdo va hamkorlik. Ya'ni savdo shartnomalari nima? Savdo shartnomalari bu ikki tomon o'rtasida o'zaro kelishuv, qarag'angi shartlar asosida savdo-sotiqni amalga oshirish bo'yicha. Ikkinchisi bu xalqaro tashkilotlar, ya'ni Jahon savdo tashkiloti kabi tashkilotlar savdo qoidalarini belgilaydi. Ular mamlakatlar o'rtasida nizolarni hal qilishga yordam beradi. Ya'ni ikkita mamlakat o'rtasida doimiy ravishda, ya'ni Jahon savdo tashkiloti turadi. Ya'ni ikkalasi ham shartnomani belgilab o'tadi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mutlaq va qiyosiy ustunlik nazariyasiga. Ya'ni birinchi rejamiz, ya'ni Adam Smit turli xil mamlakatlarda tovarlarni ishlab chiqarish, mutlaq xarajatlardagi xalqaro savdoni rivojlantirishning asosini tashkil etadi degan tezisni asoslab berdi. Unga ko'ra, ba'zi mamlakatlar boshqa mamlakatlarga nisbatan tovarlarni kam xarajat sarflab samarali ishlab chiqaradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ushbu mamlakat mazkur tovarlarni ishlab chiqarishda mutlaq ustunlikka ega. Ya'ni mutlaq ustunlik bu kam xarajat qilib ko'proq foyda olib kelayotgan tovar ishlab chiqaradi deyapmiz. Adam Smithning nazariyasi bo'yicha. Adam Smithning asosiy g'oyasi nima? Mutlaq xarajatlar g'oyasidir. Ya'ni unga ko'ra mutlaq xarajatlar kam bo'lgandan mamlakatlardan tovarlarni import qilish, ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirishga ham olib kelishini ta'kidlab o'tgan o'zining nazariyasida. Ikkinchi nazariyamiz bu qiyosiy ustunlik nazariyasi. Ya'ni bunda ham Adam Smithdan farqli o'rnak David Ricardo mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash mutlaq xarajatlaridagi farq muhim emas deb hisobladi. Yuqorida qayd qilib o'tilganimizdek, xarajatlar mutlaq ustunlikka ega bo'lmagan mamlakatlarda nima qilishlari kerak degan o'z-o'zidan savol tug'iladi. Ya'ni bir qator misollar bilan David Ricardo tushirgan. Ya'ni xarajatlardagi mutlaq ustunliklar mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlashning zaruriy sharti emasligini isbotlab berdi. Ya'ni savdo qilayotgan mamlakatlar o'rtasida qiyosiy xarajatlar farq qilishi kifoya deb o'zining fikri bilan David Ricardo qiyosiy ustunlik nazariyasiga asos solgan hisoblanadi. Xo'sh, mutlaq va qiyosiy ustunlik nazariyasini mutlaq ustunlik nazariyasi, qiyosiy ustunlik nazariyasi. Mutlaq ustunlik nazariyasi asosiy g'oya kam xarajat bilan ko'proq ishlab chiqarish ilgari surgan bo'lsa, qiyosiy ustunlikda esa past alternativ xarajatlar, ya'ni biz uchun qulay bo'lgan alternativ tovar yoki biror bir xizmatni ishlab chiqarishimiz mumkin. Bularga misol qilib, mutlaq ustunlik nazariyasiga misol qilib Braziliya qahva yetishtirishda mutlaq ustunlikka ega. Ya'ni bu Braziliyada qahva yetishtirish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi. Ikkinchisi, qiyosiy ustunlikka esa Yaponiya elektronika ishlab chiqarishda qiyosiy ustunlikka ega. Ya'ni Yaponiyada robototexnika, texnologiyalar rivojlanish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallashi bilan qiyosiy ustunlikni o'z qo'liga olgan hisoblanadi. Ikkinchi rejaga o'tadigan bo'lsak, ya'ni savdo to'siqlari, tariflar, kvotalar va antidemping. Xo'sh, savdo to'siqlari iqtisodiyotga ta'siri, ya'ni narxning oshishi, raqobat, ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish. Narxning oshishi mahalliy iste'molchilar uchun tovar qimmatlashadi. Narxning o'sishi natijasi, ya'ni biz hududimizda tovar kamayib ketyapti. O'sha bo'lgan tovarga talab ko'paygandan keyin o'zimizda bizning talabimiz oshagandan keyin narx ham o'z-o'zidan tobora oshib boradi. Keyin raqobat deyapmiz. Ya'ni milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobat qobiliyati pasayadi. Ya'ni xorijdan tovar yetib kelgandan keyin bizning o'zimizda ishlab chiqarilgan bir xil tovarlar bilan o'rtasida raqobat kuchayishi yuzaga keladi va o'z-o'zidan bizning tovarlarga bo'lgan talab kamayib ketishi mumkin. Va ish o'rinlari deyapmiz. Ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ish o'rinlari kamayadi. Ya'ni biz chetdan savdo sotib olyapmizmi? Ya'ni eksportimiz ko'payib ketdi. Import ko'payib ketgandan keyin o'z-o'zidan bizda ishlab chiqarish kam bo'lgani uchun savdo ham o'z-o'zidan ish o'rinlari ham kamayib ketishi mumkin. Savdo to'siqlarining tartibga solish, ya'ni savdo to'siqlarini tartibga solish uchun qonunchilikda savdo to'siqlarini qo'llash va tartibga solishga doir qonunlar va qoidalar, ya'ni savdo sotiq bo'yicha turli xil qonunlar, farmoyishlar prezident tomonidan chiqarilgan savdo sanoat
chiqarilgan turli xil qarorlar ham bunga misol qilib olishimiz mumkin. Ikkinchisi bu xalqaro kelishuvlar. Jahon savdo tashkilotining kabi xalqaro tashkilotlar savdo to'siqlarini tartibga soluvchi kelishuvlarni ishlab chiqardi. Ya'ni bu jahon bozoriga chiqayotganimizda albatta biz jahon tashkilotidan ro'yxatdan o'tganimizdan keyingina biz jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganimizdan keyin biz o'z tovarlarimizni erkin jahon bozoriga chiqarish imkoniyatiga olamiz va o'z-o'zidan jahon tashkilotining ham biz mamlakatimizga qo'yadigan bir qancha shartlarini qabul qilishimiz kerak. O'shandagina biz jahon savdo tashkilotida qo'shilishimiz mumkin va oxirgisi bu nazorat. Albatta nazorat bu eng muhim bosqich hisoblanadi. Ya'ni savdo to'siqlarining amalda qo'llanishi va ta'sirini nazorat qilish muhim. Ya'ni biz savdo bilan shug'ullanib ketayotimiz, to'siqlar doimiy ravishda ko'payib ketayishi kerak, kamayib ketayishi kerak. O'shandagina biz to'g'ri savdo yo'lini tanlab olgan bo'lamiz. Xo'sh, keyingisi xalqaro savdo to'siqlarini bartaraf etish. Erkin savdo kelishuvlari, savdo qoidalarini soddalashtirish, texnologik hamkorlik va xalqaro hamkorliklarni yo'lga qo'yish orqali biz xalqaro savdo to'siqlarini bartaraf etishimiz mumkin ekan. Kvotalar maqsad va amalga oshirish. Maqsad nima? Mamlakatning mahalliy ishlab chiqaruvchilarini himoya qilish va ma'lum tovarlarning importini cheklash. Ya'ni bunda nima deyapti? Biz mamlakatda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni doimiy ravishda rag'batlantirib, o'zimizdagi kamyob bo'lgan tovarlarni importini kamaytirishimiz, ya'ni o'zimiz uchun zarur bo'lgan tovarlarni olib qolishimiz muhim ahamiyatga ega. Ya'ni taqsimlash deyingisi, ya'ni kvotalarni import qiluvchi kompaniyalar yoki shaxslarga taqsimlash, ya'ni har bitta tovarning ma'lum bir partiyasini bozorga yoki import qilayotgan vaqtimiz ularni olgan importini kamaytirishimizni qo'llashimiz kerak. Keyingisi belgilash, ya'ni ma'lum bir tovarlarni importini uchun ruxsat etilgan miqdorini belgilab olishimiz kerak. Qaysi tovar qancha import qilib olishimiz kerak xorijda yoki qancha eksport qilib sotishimiz mumkinligini albatta belgilab olishimiz muhim ahamiyatga ega. Demping nima? Demping bu inglizcha so'zdan olingan bo'lib, tashlama degan ma'nolarni anglatadi. Anti-demping esa anti-demping boji. Bu demping narxlaridagi tovarlar importi uchun import bojidan tashqari undiriladigan boj hisoblanadi. Xo'p. Savdo to'siqlar, tariflar, kvotalar, anti-demping. Tariflar, kvotalar va anti-demping. Anti-dempingda hozir tushuntirdim. Tariflar bu import tovarlarga soliq, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qiladi va ammo narxlarni oshiradi deyapmiz. Va kvotalar import miqdorini cheklovlar, mahalliy bozorni himoya qiladi, lekin tanlov kamayadi. Ya'ni biz biror bir tovarni kvota shaklida olganimizdan keyin u albatta o'zi limiti bo'yicha limitlangan bo'ladi. O'shanda ziyod biz tovar ishlab chiqaramiz yoki iste'mol qilishga o'sha tovarning limiti tugagan bo'lishi ham mumkin hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.